Ziva Bxarti hayoti 1993-yil 5-aprelda sirli ravishda tugadi. U o'z xonadonining derazasidan qulaganida bor yo'g'i 19 yoshda edi. Uning shon-shuhrati kino olamidan tashqariga chiqdi. Aqldan ozgan sevgi, qo'shiqchi, uch g'azablangan odam, ikki poyga va olov kabi hitlari bilan yosh aktrisa allaqachon sohaning eng yuqori pog'onasida edi. Tasavvur qiling-a, agar u imzo chekkan qo'rquv ostidagi hayot, Garov, Azizam va boshqa ko'plab filmlarda suratga tushganida u qanday cho'qqilarni zabt etishi mumkin edi. Tahlilchilarning ishonchi komilki, Zivya va Shohrux juftligi kinoda eng ko'p tilga olinganlardan bo'lardi va tomoshabinlarning aytishicha shoh juftligidan Kajol, Manisha, Karishma, Juhi va Ravena bunday shon-shuhratga erishmagan bo'lardi. Lekin Zivyadan keyin ijro etgan filmlar ularni yulduz qildi. Zivyaning o'limi tasodif emasligini aytishadi, lekin aslida nima bo'lganini biz hech qachon bila olmaymiz. Zivyani siz eslaysizmi? Haqiqatdan ham go'zal va maftunkor aktrisa. Hozir hayot bo'lganida juda baland cho'qqilarni zabt etgan bo'lardi menimcha.